Assalomu alaykum do'stlar. Mana soat bizda 4:20 ga yaqinlashib qoldi. Ortimizda esa 100 ga yaqin sayohatlarimiz bor. Biz shou turimizga ketmoqdamiz va bunday qiziqlarni ko'rish uchun bizni kuzatishda davom eting. Mana biz Do'stlik chegara postini o'tib oldik va Globus savdo markaziga yetib keldik. Biz bu yerda turistlarimiz 20 daqiqa vaqt beramiz. Bu vaqt ichida ular o'zlariga kerakli mahsulotlar sotib olishadi va undan keyin birinchi lokatsiyamizga qarab yo'l olamiz. Mana biz 100 sayohlarimizni ajoyib qanot kayfiyatiga guvoh bo'lishingizni qayoqqa qaraysiz ko'rasizmi? Trips bilan Murdashga keldik. Bugun hammamiz birgalashib kompaniya bo'lib o'yinlar o'ynayapmiz. Sizlarni ham taklif qilib qolamiz. Mana biz hozirda kelayotganda mashinamizda yutgan g'olimizga sertifikatni topshiramiz. Sertifikat 200 ming so'mlik chegirma sovg'asi. Xohlagan turiga 200 ming so'm chegirma bor. Qani ketdik. 1 minutga to'xtab turing, keling sizda o'yindan sharhatamiz. Alaykum assalom. Uzr, ismingizni aytib oling. Gulshoda. Gulshoda qanday bo'lyapti bu yerdagi sayohatlar? Juda ham zo'r, tasvirlash juda ham qiyin, rosta. Kelganimga umuman afsuslanmayman. Kim kelmoqchi bo'lsa, haqiqatda tavsiya qilaman. Haqiqiy atmosferani his qilasizlar. Demak, Turon Trips'da boshqa mijozlarga ham taklif qilasiz. Albatta, Turon Travel, ya'ni Turon Trips eng zo'ri. Rahmat. Tavsiya qilaman. Bu qizimiz shu aytganimizdek o'yinda mashinada yutib olgan. Shunga sertifikatni topshiramiz. Marhamat. Xohlagan turimizga 200 ming so'mlik chegirma. Xohlagan vaqtida chiqsiz bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling, xo'p. Hozir mana yosh katta mijozlarimizdan ham fikrlarini bilamiz. Ya'ni Murdash haqida, bu yoqqa keldinglar, ko'rdinglar tabiatni, har xil o'yinlar, atmosfera, shu haqida ikki og'iz o'z fikringizni bildirsangiz. Juda ham yaxshi, bu firmani ishlariga rivoj tilaymiz. Mana keldik, toza havo, juda chiroyli joylar. Hammani kelishini tavsiya qilamiz. Sizga yoqdi, demak Turon Trips boshqa mijozlarga taklif qilasiz. Juda boshqalarga taklif qilamiz. Kelinglar, maza qilib davom olib ketinglar. Rahmat katta. Xo'p, sizga. Bizga ham yoqdi, mana oilaviy kelganmiz. Bolalarim, opam, o'g'lim bilan hamma yoq zo'r ekan, yoqdi. Sharoitlar hamma yoq yaxshi ekan. Maza qilib davom olib ketadigan joylar ekan. Ko'ngil xushi yaxshi bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti hamma. Yana kelamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, keyingi turlarimizda sizlarni kutib qolamiz. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Xo'p. Mana Akbar Shoh ukamiz bugun Issiqko'lga 5% chegirma yutib oldi. Bu faol ishtiroki uchun berilyapti. Rahmat. Endi shu haqida ikki og'iz fikringiz. Turon Travel eng zo'ri, maza qilyapmiz shu bog'lar orasida, maza qilib rahmat shunchalik bog'lar uchun. Menimcha 100% odam ayta olamanki, maza qilyapti. Hamma maza qilyapti. Yoshmi, kattasimi, yoshda umuman qizig'i yo'q. Hamma maza qilyapti. Rahmat sizlarga katta. Ishlarga rivoj. Sizlarni keyingi turlarimizdan kutib qolamiz sizlarga. Albatta. Inshaalloh. Rahmat. Mana Ruxsora bilan Jasmin degan singlarimiz ham bugun 5% voucherga ega bo'lishdi. Ya'ni Issiqko'lga. Bu sizga, bu sizga. Bu haqda, ya'ni biz Turon Trips haqida ikki og'iz fikrlaringiz. Jasmina. Ota bomba. Realiga qolgan savobda o'ziga. Yetar. Turon Trips haqida fikrlaringiz. Zo'r. Endi boshqalarga boramiz. Mana Turon Trips tanlaganingizdan xursandmisiz? Yo'q, zo'r. Hammaga tavsiya qilaman. Hammaga tavsiya qilaman. Assalomu alaykum, Tartiba, keldinglar. Hozir bizni travel tanlaganida afsuslanasizmi? Qanday bo'lyapti atmosfera? Вообще zo'r bo'lyapti aka. Afsuslanish yo'q. Hamma yo'q. Dahshat, dalil. Tasavvur ham qilib deydi, bunaqa bo'lishini. Bundan ham zo'r bo'lyapti aka. Futbolda sherigimizda. Opa, Turon Trips haqida fikrlaringiz? Turon Tripsga gap yo'q. Zo'r.
Bo'ldi. Bo'ldi ekan. Endi futbol o'ynaganlarni olamiz. Mana biz Samarqanddan, Farg'onadan kelgan mehmonlarimiz bor. Samarqandlik qizimiz topolmayapmiz hozir. Mana Farg'onadan kelgan mehmonimiz bor. Turon Trips haqida fikrlaringiz. Fikrlarimiz juda zo'r. Boshida ishonmagan edik, lekin keldik, tabiatni ko'rdik. Umuman ko'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. Maslahatim kelib ko'ringlar. Men gapirganim bilan bir marta ko'rgan yaxshi ekan. Endi eng kichkinamizdan indira olamiz. Bir nima yig'lab qo'ying. Ha deb qo'ying. Ha deb qo'ying. Ha deb qo'ying. Ha deb qo'ying. Ya bunga mikrofon qizatmaydi. Ayvaq qo'ying Samir. Voy oyoq qo'ying. Samir ayvaq. Oyoq qo'ying. Ayvaq qo'ying bo'ling. Qo'pol beram. Akana, Turon Trips haqida fikrlaringiz ikkovimiz. O'ta zo'r, maza qilyapmiz. Gap yo'q. Keyingi safar ham kelamiz, xudo xolisa. Xudo xolasa aka. Albatta.